Ota-ona ikki so'z, bir qoshiq bir ko'z, bir-biridan qimmatli, mehr daryo qimmatli. Ular o'zin o'ylamas, farzand sog' bo'lsa bas. Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Jalil Do'stbek. Va do'stlar, hozir videoning boshida ko'rganlaringizdek, men bugungi videoda Shahzod ukamiz bundan oldingi chiqargan videomizdagi kommentariyalarga javob bermoqchiman. Ya'ni ba'zi bir insonlar kommentariya yozishgan, ne только o'zimning kanalim uchun va bu video Rustam akaning kanali, ya'ni Rustam Rahmonov degan akamizning kanalida qo'yilgan edi. O'sha kommentariyalarni ham ko'rganman. Kommentariyalarga yozilgan ba'zi bir kommentariyalarga men javob bermoqchiman. Rustam akaning kanalida yozilgan bo'lsa ham, o'zimning kanalimda yozilgan bo'lsa ham. Ya'ni demoqchimanki, ba'zi bir insonlar, ya'ni endi qanaqa insonlarligini bilmadim, bu bolani ko'rib, ya'ni hozir Rustam akaning yordam berayotganini ko'rib, masalan, Lazbekka, Tuychakaga, Ergashevga yordam berayotganlarini ko'rib, yana boshqa insonlarni ko'rib, yozishyapti. Aytishyaptiki, shunaqalar hozir ko'payib ketishdi, sal bir narsa bo'lsa yordam so'rashadi, bu yoki unaqa, bunaqa. Men shu insonlarga aytmoqchimanki, agar shu joy keyin videoni shu joygacha kim kelgan bo'lsa, bilasizlar, hech qanaqa bir montaj yoki boshqa narsa qilmayman, shu promil gapirar ekan odatim. Bu narsaga uzr so'rayman. Sabab, masalan, Tuychaka haqida yoki Rustam aka haqida ko'p gaplar bo'ldi. Bu kimlardir Rustam akani yomonlari, kimlardir esa Tuychakani yomonlari. Bu narsa haqida. Lekin bu narsalarni to'g'ri desam, kimda ayb borligini Xudoning o'zi biladi. Odamlar ham ko'rib turibdi, kim yaxshi ish qilayotganini, kim yomon ish qilayotganini. Lekin bir narsa bor, Rustam aka ham, masalan, misolda yaxshi ish qilib shuncha yordam berdi yoki Tuychaka ham shu yoshgacha kirguncha savob ishni ham qilgan, gunoh ishni ham qilgan. Beayb Parvardigor degan. Lekin bu hali 5 yoshga to'lgan bu Shahzod ukamizda nima ayb bor, masalan? Unda hali gunoh degan narsani o'zi yo'q, masalan. U gunoh degan narsani hali u atrofida nima vaziyat bo'layotganini bilmaydi. O'zi qanchalik qattiq kasalga chalinganligini, ota-onasi qanchalik uni o'ylab azob chekayotganini, ota-onasiga moddiy tarafdan kuch yetmayotgani uchun Moskvaga olib kelib, davolatolmayotganini o'ylab, qiynalayotganini bu bola hali his qila olmaydi. Hali bilmaydi uncha narsa tushunishga. Dunyoning yaxshi yomonini bilmaydi. Hali u endi 5 yoshga to'lgan, unda gunoh degan narsa o'zi yo'q. Unda nima ayb shunaqa bo'lgan yoki bu hozircha hechkimlar ko'payib ketdi, balasini chiqaryapti, otasini chiqaryapti. Ya o'zing yordam bermayapsan-ku, hatto duo qilib. Nima qilasan kommentariyaga shunday yozib bo'lmasa dislike qo'yib. Xudoga shukr, mana hammamizda ukamiz bor, jiyanimiz bor, kimlar desa yosh farzandi bo'lishi mumkin. Shularni masalan tanijoni sog', hammasi yurishibdi, xudoga shukr, shu paytgacha mana 7 yoshgacha kirib kimlardir maktabga boryapti. Shularni shukronasiga, ey Xudoyim, shu meni balam kasal bo'lmaysan, shu inson bolasi kasal bo'lib qolibdi. Shunga o'zimni qo'limdan kelgancha yordam beray deb shukronasiga yordam berishni o'rniga, kommentariyalarga qanaqadir gaplar yozib, yo'q bo'lmasa qanaqa dislike'lar bosib, masalan, shu videoda hamma narsa ko'rsatilgan, videoga bir rasmini ko'rib, yo bir ovoz eshitgansiz, mayli shu aldayotgan insonlar bo'lishi mumkin, o'ylashingiz mumkin, lekin shu narsani videolarini ko'rib, shu bolani qanday ahvolga yotganlarini ko'rib turibsizlar. Qanday qiynalib, hali 5 yoshga to'lgan bola bunchalik azobga dosh berishi oson emas bu masalan. Bu narsani o'zi tasavvur qilish qiyin. Agar chunki bizni ukalarimiz, jiyanlarimiz masalan aytishimiz mumkin, bu narsaga chalinmagan, bu narsamiz his qila olmaymiz. Qachonki shu narsani boshiga tushgan insonlar his qilishi mumkin. Do'stlar, menga o'zi so'rayman, qizishib qo'pollashib ketganim uchun o'ylaymanki, hammamiz o'zimiz qo'limizdan kelgancha yordam beramiz degan umiddaman, chunki Shahzodbekning ayasi Moskvaga olib kelishga, aql qildirishga harakat qilyapti, lekin moddiy tarafdan kuch yetmagani uchun bu narsa cho'zilib ketyapti. Operatsiyani esa tezlik bilan qilish kerak, shuning uchun vaqt cho'zilib ketyapti. Bilaman, hammamiz o'zimizni qo'limizdan kelganda ko'ngildan chiqarib yordamimizni beramiz degan umiddaman. Hozir ekranlarda ko'rib turgan Sberbank, Kivi kashlarga bemalol tashlashingiz mumkin, ko'ngildan chiqarib, lekin bir narsa aytmoqchiman, Kivi kashlarga nima uchun qo'ydim? Kivi kashlarga magazinga borganingizda, bankomatga o'zingizda telefoningizga qanaqa pul tashlasangiz, bunda ham shunaqa bo'ladi. Faqatgina Kivi kashlarga bankomatga borganda Kivi kashlarga tanlash kerak. Va sizdan birdan telefon nomer so'raydi. Telefon nomeriga esa o'sha ekranlarga chiqib turgan telefon nomerni yozishingiz mumkin. Lekin bir narsa aytmoqchiman, Kivi kashlarga tashlayotganlaringizda nima deydi, kommentariya so'raydi, ya'ni izoh qoldirish. O'sha izoh qoldirishda o'zingizning tilaklaringizni, o'zingiz aytmoqchi bo'lgan gaplaringizni bemalol yozib yuborishingiz mumkin. Bu narsa menga xabar bo'lib keladi.
Ya'ni sizni yuborgan pulingiz hammasi menga masalan 10 ta odam birdan emas, hammasi отдельно yuborgan izohlar bilan tushadi. Men bu izohlarni esa nasibda Xudo xolasa keyingi videolarda necha pul yig'ilgani va kimdan nima xabar yuborganini hammasini ko'rsataman. O'ylaymanki hammamiz o'zimizning qo'limizdan kelgan yordam beramiz degan umiddaman. Shu ukamizni hayotini saqlab qolishga yordam beraylik. Oyijonim doktormisiz? Ishingizga mohirmisiz? Dard ko'rmasin qo'lingiz, yora bo'lsa yuzingiz. Jonimizsin.